Havas qilib men ham o'tgan yili Rossiyaga borib keldim. Qishda ish yo'q, qor ko'radim, o'tinlarni yorib keldim. Bahor kelib ish boshlandi, quvonchlarga to'lib ketdim. Beton quydim, g'ishlar urdim, men ham usta bo'lib ketdim. 15 kunda avans oldim, qolganini 1 oyda berdim. Armiyada saltar ruscha o'rganganim foyda berdi. Uyga jo'natgandan oshganini yo'l kiraga g'amladim. Andreyni dachasida har shanba oshlandim. Osh yeganda o'rislar ham qulluq deyishvardi. Oshga qo'shib uzunbaqdan kalartagan deyishvardi. Ish ko'paygan Rossiyada, og'ir ishlar. Men ularga yaramadim. Xotinimdan qo'rquv yerda ayollarga qaramadim. Ko'pchilikni aldasam ham aldamayman sizlarni. Anjanchaga o'ynatib oldim hatto o'ris qizlarni. O'ris ayollar choy o'rnida pivolarni ichib olar ekan. Ama jinda maqtab qo'ysangiz yerdan kechib oladi. Rossiyada biz o'zbeklar juda yaxshi yurishar ekan. Har zamonda kafelarda to'y ham qilib turishar ekan. Men to'ylarda she'r aytuvdim, ular ko'zi yoshlandi. Xuddi biz to'y singari qistir boshlandi. Shunday qistirsa ham boshingdan sochmas ekan, hattoki yosh bolalar pulni olib qochmas ekan. Ana. Qo'rmagan yurak, qo'qqa yurak emas. Ularni to'ylarda doirachi ham keladi. Shuni qilib adipatdan men ham Rossiyaga borib keldim. Qishda ish yo'q, qor ko'radim, o'tinlarni yorib keldim. O'zim 3 oyga borgan edim. Nah 1 yurib keldim. Ham ishladim, ham o'ynadim, davron surib keldim. O'sha oltin balo tutgan Ivanni ham ko'rib keldim. Xonaga salom aytib yubordim. Aferin aka, rahmat.